Assalomu alaykum azizlar. Bugungi roligimizda sizlarga e'tiborlaringizga 187 kvadratmetr bo'lgan tayyor ajoyib bir qavatli xonadonni ko'rsatib tanishtirib o'tamiz azizlar. Fasad qismi troyetilla qilingan. Buralar qo'yganlar. Hurmatli vatandoshlar, alternativdan bo'lsa, hurmatli vatandoshlar, Sputnik hokim ko'chani yonindagi ko'chada, hurmatli vatandoshlar, aldalar istashgan bo'lgan, zelyonli zonalari bor, kanalizatsiyalar chiqqan, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Shishlar ham qo'yib taxlab beradi ekanlar, hurmatli vatandoshlar. Ichi ham polni remontdan chiqib turibdi. Azizlar 187 kvadratmetr enini 11.20 chiqqan. Soqol qismlari kafellar qilingan, yarma damir eshiklar ham o'rnatilgan. Hurmatli vatandoshlar, bismillah deb giramiz. Azizlar, girgandan beri 8,5 metrlik valan qismi bor. Endi 3 o'zinasi 8,5 metr. Chiroyli qilib remontdan chiqarganlar. TV zonasi chap tarafda joylashgan. Ikkinchi tana buralar o'rnatilgan. Azizlar, atachintodan foydalanib chiroyli qilib remont qilib qo'ydilar. Pisovchniy atachinto. O'ng tarafda rakovinalar, bir de sensorli zerkalar, podсветкалар, kafellar qilingan, 61.20 lik ham joyimiz baland etib solingan. Patolog gipsokardon, chiroyli qilib figura qilganlar, galagillar boynan lyustralar qo'yilgan, akkuratni chiqarganlar. Oyoqlar laminat pol, ham teplli pol qilingan. 4 xonadan iborat azizlar, 2 zal, 2 spalnidan, bir de 1, 2, keyin 3, 4 xona. Bu yerda sanuzel bilan oshxonasi joylashgan, hurmatli vatandoshlar. Bir yandan ko'rsatib tanishtirib boramiz. Bedening bir spalnisi, polni tayyor spalni garniturlari bilan birga taxlab chiroyli qilib qo'ydilar. Yani gengina tushgan spalnilar azizlar, beda shkaflari, termolarining orjalarini sabah, hurmatli vatandoshlar, yarki svetlardan foydalanib qo'ydilar. Yani oppoq hamir, akkuratni patologlar gipsokardon. Azizlar, asma patolog yine galagella qo'yilgan, lyustralar ham chiroylisidan o'rnatganlar. Oyoqlar tupli bo'l, gilamlar ham döşergen, hurmatli vatandoshlar. Yosh kelinga ulovchandim ajoyib, hurmatli vatandoshlar. Perdelar asilgandan ko'p turgan simpat svetlar tashalgan patolog qismida birinchi xonasini ko'rsatdiklarning ishlar ham ajoyib, oppoq, sifatli ishlardan qo'yilgan ekansizlar. Endi ikkinchi spalni qismini ko'rsatamiz sizlarga. Hurmatli vatandoshlar, spalnilar ham keng tushgan. Azizlar, birimiz 4.20 1,5 metr bor. Ve spalni ham shunday razmerda tushgan azizlar. Hurmatli vatandoshlar, ana endi sizlarga zal qismini ko'rsatamiz. 2 zali bor, hurmatli kanallarimiz a'zolari. Yarmayning stiklanli ishlardan qo'yilgan yaxshisidan zolamizlar talon bilan bir xil razmerda 1,20 uchun bor. Endi uzinasi 8,5 metr yana gurtus ham baland. Joyimiz bir 4 metrlarcha chiqib boradi balandligi. Divorlarning pisovchniy atachinto qilganlar, bu yerda ramkan ishlari, oboy, perdelar asilgan, panoramli katta aynalar, hurmatli vatandoshlar, chiroyli xonadon ekan. Olgan odam ichida to'ylanib o'tirish nasib qilsin, hurmatli vatandoshlar. TV zonasi bu tarafda birolar qo'yilgan. Azizlar, bu yerda oshxonasi bo'ladi. Oshxonasi ham yengina, kuxonniy mebellari tayyor, moykasi, gaz plita, bunun içinde nasiyni duxontini katyollar azizlar. Yine hurmatli vatandoshlar, reduktorlar, bir de tüplü kollektorlar şuradan ligoropka qilsangiz bo'ladi, xalay yerini qizdirib, xalay yerini ilib qo'ysangiz bo'ladi yine. Azizlar, bir ham bir tezorlarni o'rnatib bersangiz bo'ladi ekan. Buralar qo'yilgan, bu tarafda sanuzel, arka tarafında ishning birazda 1 metrdan ziyodroq bir hadda qolgan bo'lgani. Enini 11.20 tushgan xonadonimiz. Polni podkurish tayyor. 4 xonadan iborat. Narx ham ajoyib narxda azizlar. Yerimizda sanuzel qismi bo'ladi, arisollar ham qo'yib beriladi. Ayakçılarım kafir, divorlarım kafir, duş koyulup koydular, simizitellerim yaxşısına koydular, rakovinası, bir de unitazlarım zorunda o'rnatgan ekanlar. Kiyim mashin to'shchalar esa bor, hurmatli kanallarimiz a'zolari. Azizlar, endi sizlarga 4-xonasini ko'rsatamiz. Azizlar, beramiz, zal qilib qo'ydilar. Yengina tushgan. Benim razmeri preminiyazlar 4 metre, uzunasi 5.70 lar bor, 6 metr chiqmaydi, lekin gilamlar döşergen, tüplü pol bo'lgan. TV zonasi bu tarafda azizlar, bu yerda lyustralar ham chiroylisidan o'zlaringiz bir xabar bersangizlar, kommentariyada chiroyli fikrlarni qoldirib azizlar. Galagella qo'yilgan, asma patolog, perdelar asilgan, hurmatli vatandoshlar. Narxini to'xtalib o'tsak, narxi 770 million so'm, hurmatli vatandoshlar. Gelishidan yeri bor, gelib üstünde sodasini qilib olaverasizlar. Orientir Sputnik hokim ko'chaning yonidagi ko'chada bo'ladi azizlar. Gaz, suvdan muammosi yo'q, shishlarni hammasini qo'yib beradilar, hurmatli vatandoshlar. Azizlar, like bosib ko'rsatgan vatandoshlarimiz kamida ishning joylar nasib qilsin, hurmatli vatandoshlar. Ajoyib bir mesda plajida o'tirimli xo'jaliklar yonida ishning ajoyib bir 4 xonali, endi 11.20 tushgan hovli-joyimizni e'tiborlaringizga havola qilib o'tdik. Qiziqqanlar telefon qilarsa, hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha haydab qolamiz.